Yani bo'g'izlar terisini shilib qo'yildi. Endi hozir ichidan nima chiqishini ko'ramiz. Qo'yning ahvoli mana shunaqa. Tirik vazni 80 kilogramlik qo'y. Go'shti chiroyli ko'rinishidan. Changini astish. Yo chari yo'lan shu kitash. Yo, qora bor, qani qora. Qoraga. Okey. Başka? Qassob ham asli o'ziga xos bir yuyilishdi. Agar sal xato qilsa, dabdala hamma yoq. Ko'rdinglar olib ishlashni. Mabodo zakaz qilmoqchi bo'lsangiz bemalol. To'g'ri tayyorlashimiz kerak-a?